Yine sizlere 2022 yılda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimiz geldi egelerden bir qator danıştırıp obzor etib beramiz. Yurib o'tasizlar, bo'lmasa ketdik. Mashinamizni yurtlarınızda mazzi holatida top-toza diniq olib turibdi. 4 ta yumshoq bo'lakli ustanobga qilingan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, egalari 100% toza deb turibdilar. Mabodo kraskasi chiqadigan bo'lsa, gelishganimizdan keyin 10 million so'm qaytib beraman deb turibdi. Bemalol gelip ustalarınız bilan tekshirib xarid qilsanızlar bo'ladi. Mashinani salondan nishab chiqqan bo'lsa, shunday turtma ekan deb turtman o'zim. Dangrat kulishlari, zapaska balonlari yere tushmagan. Patologlarni ko'rib tursizlar, kojadan qoplatib, kolonka, maytafon, hamma narsalarni zo'rindan qo'yib qo'yibdilar. Ichki salonlardan bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Ichki salondan keladigan bo'lsak, linoleum, chexol, polik zo'rindan qo'yilib turibdi, barlarnacha. Basıp ötken mesafasına geladigan bo'lsak, mashinamizni 74 ming kilometr yurib turibdi. Yurt bulg'anlarning mashinani qurugo'y shumkalar ham urilib turibdi. Kamisi yo'q. Faqat gazini solib haydash kerak mashinani. Bo'lg'ani. 2022 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimiz tan narxi 74 million so'm, eldindan 3 million so'm bersangizda avtokredit qilib ham beraveramiz. Aylık to'lovuna gelsak 2 million 800 dan 5 yıl davomida to'lab boraverasiz. Kimdir shuningdek mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Xushnud avtoga kelaverasiz. 24 soat xizmatdamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Sizlarga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.